Taniqli bloger Lil Xurramovning sevgi qissasi tugadimi? Muxlislar xavotirda. Hammaga assalomu alaykum. Sizda Show yangiliklar kanali. Kanalga obuna bo'lish, like bosish, izohlarda fikringizni qoldirish esingizdan chiqmasin. Lil Xurramov sevgi qissasi tugadimi? Muxlislar xavotirda. So'nggi kunlarda bloger va aktyor Ozod Xurramovning shaxsiy hayotida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Ayrim muxlislar uning sevgi munosabatlari yakunlangani haqida taxminlar bildirmoqda. Biroq hozircha bu borada rasmiy ma'lumotlar berilmagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Lil Xurramov sevgan qizining roziligini olgan va jiddiy munosabatlar ekanini ma'lum qilgan edi. U sevgilisini 1 yil davomida uning his-tuyg'ularini sinagani, keyinchalik esa munosabatlar yangi bosqichga chiqqanini aytgan. Shuningdek, bloger ilgari ham munosabatlar shunchaki PR emasligini, ular haqiqiy his-tuyg'ularga asoslanganini ta'kidlagan. Hozircha Lil Xurramov yoki uning yaqinlari tomonidan ajralish haqida rasmiy bayonot berilmagan. Shu sababli internetdagi xabarlar tasdiqlanmagan. Ma'lumot sifatida qabul qilish tavsiya etiladi. Sizningcha Lil Xurramovning sevgi qissasi davom etadimi yoki tugadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.